Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Space va bugungi videoda biz top 3 tekstura paklarini ko'rib chiqamiz. Bularning barchasi Telegram kanalida bo'ladi. Bo'lmasam videoni ko'p cho'zib o'tirmay boshladim. Birinchi tekstura pakimiz bu FPS ni ko'rsatib beradi. Mana tepalarda FPS ko'rinyapti. Bu 3 ta rejim bo'ladi: katta, kichik va o'rtacha. Bo'lmasam keyingi teksturaga o'tamiz. Keyingi teksturamiz bo'lsa, hozir men sizlarga tushuntiraman. Ya'ni masalan sizlar PvP'da jang qilyapsizlar va qalqoningiz bor. Qalqoningizga kimdir bolta bilan ursa, ya'ni hamma biladi, qalqonga bolta bilan ursa u himoyasi buziladi. Mana shu mod ko'rsatib beradi. Masalan, siz oddiy himoyada turibsiz, u yashil bo'ladi. Agar qalqoningizga kimdir ursa, u qizil bo'ladi. Ya'ni himoya bo'lmaydi. Mana ko'rishingiz mumkin, hozir yashil bo'ldi mana. Aslida bu Javaga tushadi, lekin men Bedrock'da ham topdim. Boltali raidni ham qo'yib oldik. Men bilmayman nomini, xullas qo'yib oldik va hozir bu bolta bilan urushadi, ko'pchilik biladi. Xo'p, hozir ko'rsatib beraman. Mana survival yotdik va bizni urish kerak. Faqat bizni ko'rmayapti hozir. Oldiga yaqinroq olaman va mana qaranglar. Hozir do'stlar, qalqonim yashil turibdi. Endi bo'lsa qizilga aylanadi. Hozir o'tirib ko'rsatib beraman. Hozir ko'rsataman. Bo'ldi, hozir yashil. Endi hozir yana bir marta ko'rsatib beraman, chunki bu vaqtinchalikka bo'ladi. Himoya buzilishi vaqtinchalikka bo'ladi. Xullas modni ko'rsataman, o'zingizlar o'rnatib ko'rasizlar. Bo'lmasa keyingi tekstura pakka o'tamiz. Keyingi teksturamiz bu asbob aslahalarni, ya'ni qurol aslahalarni jonini ko'rsatib beradi. O'ng tarafda ko'rishingiz mumkin, joni 250 ta. Agar biz survivalga o'tib mana shu mobni ursak, 6 yildan beri mikrofon emas, lekin nomini bilmayman. Xullas, mana shuni ursak, mana do'stlar ko'rishingiz mumkin, joni ketdi. Ya'ni bu jonni ko'rsatib beradi. Yana bir marta aytganimdek, bu qolgan afzalliklari yo'q. Shuning uchun bularni hammasini mening Telegram kanalimga yuklab olsangiz bo'ladi. Hammaga xayr, sog' bo'ling.